qarindoshlarga shuni degim keladi. Sizlar yolg'iz emas. Biz sizlarni qarindoshinglar. Sizlar hargiz azoblarda yolg'iz yosh to'kmanglar. Alloh sizlar bilan birga. İnşallah sizlarni atrofingdagi qarindoshlar sizlar bilan birga. İşi vaqtidan ko'p insonlar degan kitobni ko'rdim-da, ko'rib osh gapni tunji qatim men tushunamagan qarang. Mushu kalla, mushu ideya bilan mangishimiz kerak. Endi bundaq go'zal paranglar naydi buloqdek o'qib chiqadi ekan, har vaqt nurg'un narsalar yodim keldi. Rahmat. İşiniz vaqtingizdan ko'pkan. Demak 24 soat hayotingizda 48 soatlik unum yaratish bilan yashab o'tibsiz. Agar shu sifatga nail bo'la olsak, o'zimizni baxtli his qilamiz inshaalloh. Bir san'atkormi sahnaga chiqib naqsh etsa, chavakdan ilhom oldi. Bu chavak uning oldida berilgan chavak, maqtash demak. Bizda mushu siz degan ideya bo'lmaydi ekan. Mushu bir tirishchilik ro'y bo'lmaydi ekan. Amerikaga chiqsakmi o'xshash, Yevropaga chiqsakmi o'xshash. Bizda oldi bilan bir ideya bo'lish kerak. Uningdan keyin nagili borsak, shu ideyamiz bo'yicha mangsak, shu aktivlik bilan, shu ruhimiz bilan yashasak, inshaalloh natijalar hamon qo'lga keladi. Shunda bo'lgandan keyin shu rayonning o'zida jamoat kamay endi taqilib qilish oldida turayotgan bir cho'ng bir jami bor ekan, masjid. Shu masjid hamda naytdi konu masjid emas ekan, yangi tipdagi masjid ekan. Hamda demasam Turkiyadagi masjidlar bir-biridan chiroyli hamda. Shunda bir cho'ng bir chiroyli masjidning bir hamda jamoatning kamasligi sababidan taqilish bilan birga chiqib etib o'rniga boshqa bir narsa salmoqchi bo'libdi ekan. Uyg'ur bolalarining shundoq namozga vaqt-vaqtida keldiganligini o bolalarning ko'rgandan keyin davlatmi chaqmay ash bolalar tashlab beribdi. Ashu bolalar shundan namozlarni o'qib, ibodatlarni qilib, o'qishini o'qib, kundalik turmush bo'yicha shundoq yashab, nayt qarasa 80 yoshli odamni kichikiltib qo'ygandek turdi o bolalar hammasi. Ko'z oldim keladi. Shunga nayt xo'sh bo'ldim. Ularga ilham so'zlarini qilgan bo'ldik. Eng muhimi o'zimiz ilham oldik. Shunda bo'lgandan keyin shunda bo'lgan vaqtida biz Uyg'urlar nurg'un ishlardan mahrum qoldik. Nurg'un ishlarga kechikdik. Ammo yanada fursatimiz bor. Inshaalloh g'ayrat qilaylik. Alloh ham ishlarimizni xayr qilsin. Xo'sh ketib borma. Gaplaringizni anglab shunda jiq narsa ko'z oldimga ketib bordi. Endi desam abi bir deganda qildim bu gapni. Hayajonlanib ketib borma. Siz degan narsalarni men chet elga chiqqandan keyin tunji safarimni chet el safarim 2013-yil boshlangan. Birinchi bog'nim haram bo'ldi ekan-da. Eshak beribmi men mushtu qarab shu qaytib Urumchiga bordim. Qo'lim qo'shna urug' tuqqanlar kirdi. Mendan ahvol so'raganda birinchi jumla degan so'zim nim bo'ldi. Biz butun dunyodagi millatlarning ichida eng esil millat ekanmiz. Hammanglar o'zinglardan faxrlaninglar deb birinchi jumlani shunda dedim. Boshqa chet el chiqsa, "Oh, chet el degan mundoq, mundoqga, undoqga" deb degan og'ziga tegmay maqtab ketadi-ku. Ammo men kirganlarni maqtadim. Bizdan faxrlanaylik. Biz yama esil millat ekanmiz. Mayli yurish turishimiz, ilm berimimiz, hatto bu chiroyimizga nurmuchu qarang. Boshqa millatlardan farqli ekan. Ben özüm çaremge basam, hemmisimde dindar oğam. Nuru yığıp durgan çıraylarını tasavvur kılsam, eşedim nur yakkan çırayını Uygur'dan gördüm. Bu yıllık milletini yaxşı kögeldigim, üçün közüm ısık göre geldik, emez. Ameliyat şu. Aşinasını ben çetel çıkandı bildim. Musafir bulmak için adam bulmaptı deyip. Şunu yes qilgandim. Onun keyin mana ondaki men boshqa davlatlarga ketdim, Turkiyaga ketdim. Yes qilgan narsam shundoq bo'ldi. Menga endi chet eldagi millatlarning ichidan Indoneziyaliklar bilan Malayziyaliklar ma ashad shuna go'zal ta'sir bergan. Malayziya borgan vaqtida Malayziya millatidan yana shunda bir go'zal zavq oldim. Yani endi shu Turkiyaga kelgandagi mana bizning Uyg'ur millatlarini o'tganda boshqalar bilan bo'lgan suhbatlarda men Uyg'urlarni jiqsizishtirmam. Aşağıda degandim, ayollarning kiyishdi, yurishlardimi, bir xil hamma narsadan Uyg'urlik chiqib, bir san'at, bir ruhiy to'qliq narsa chiqib turdi. Bir qitim söhbatimiz o narsa degandik. Ammo gapdan desingizmi, oshbonlar ana, endi boshqalarga adim yo'q,
yetekleydiğin adam yok şaraytın öz-özünü başkurup, öz-özünü güçlendirip, hey nereden kelgen ruh bu? Bu ruh tigimizde var bizning, genimizde var, qinimizde var. Bu mengü yo'qolmaydigan ruh bu. Ular kim o'rgatdi uni? Hech kim o'rgatmadi. Vujudida bor o narsa. Ashunday mas'ul bo'lish bilan o tixim jiq narsani his qildi. Yomon yo'llardan to'xtaydi, harakat qilish bilan kalisi shunga mashg'ul bo'lib, harakat qilish bilan tixim tafakkur uyg'ondi degan. To'g'ri. Ular o'z-o'zini tarbiyalab o'tibdi. Nima degan go'zal ruh bu, suyingidek darajada. Xudoyim siz degandek jiq jihatlarni Alloh bizga ham ne'mat bergan, ham sinayotgan bir millat degan. Bu jihatdan faxrlansak bo'ldi. Erishayotganimizmi jiq, yo'qotayotganimizmi jiq. Ammo bir narsa o'tirdi, bir haqiqat shu uzun yillik asorat qoldik. Diniy bilimdan mukammal bir medreslerimiz kurulup, bir devletlerninki Türk milletinin hepsiz diyanetlen degen hemen hepsi mukammal ügütüp mağında diniy bilim. Bizde ondaq yok. Aş bilimlerimiz mi azraq bir şadlıqlışıp ketken, tigidin mukammelliğinden yetkizip veremeyimiz o. Ola məlum çeklimlerge uçuraydı. Şundaq şarayitdi mu, yana çetel çıkıp varsanız sünnetler şunda əməl qılğan. Taharetlen şunda pakiz, vayiq yetkiz başı Peygamberimizin əzalarını sılap durup taharet al diyen nəsini mən şu Uygurlardan köydüm, başqalardan ondaq taharet işgüslerini köydüm. Bir ikisi günü tutam ağa amğanın orunda taharet ep oldu. Biz Uygurlar şunda əstaydılıqdan taharet ediş ve başqa işler bolsun. Abiyem degендek tamakılan çoğlan gözümdə yuşuru dişleri, çoğlanın aldıdım doğru ötmezlikleri. Bu əxlaqlar nereden singen bizge? Tigimizde bu narsa menge yo'qolmaydi. İşte ata-onasini ko'mgan bolalar o'z-o'zini tarbiyalab ketalaydi. Xudoyim bizning ruhimizga singdirib etgan bir ruh degan bu. To'g'ri. O'ylasangiz faxrlanasiz haqiqatan. To'g'ri. İnşallah hayatımız tığımı güzel olsun. Onun ishonchimiz bor. Şu bizim özümüzdeki ahlimiz bilen, ahlakımız bilen yürüştürüş, gap söz hem neslimizden şu millet, şu devletke tesir göstersek ola elbette bizki itibar köz bilen qaraydı da. İnşallah. Güzellik ne medem yaxşı gördü. Doğru. Oğru mu yaxşı gördü, toğru mu yaxşı gördü. Akkana insan zaten güzellikni yaxşı gördü. Doğru. Hayırlık olsun işlerimiz. Sizden sorayım yan bir gibi var. Bu bak peyze. Sonra. Qana desiniz. Ötkende bir aylık özünüzün Facebook sayfanızda yosh bolalar bilan turgan resim chiqarib qo'yib ekansiz. Shu vaqtda men fikrimni yozgandim. Bu mening izchil kalamga kirayotgan bir masalachi bu. Eng dastlab qatnaq kalam kirdi-da. 2014-yili men o'sha Istanbulga yeni kelgan vaqtda bizning mahalladagi bak isil bir adamning bolasiningki işte bolalar aralashib bir qaloymaqa yo'llarda ekanligini ko'rib, yomon bak ko'nglim keldi qarang. Kep du o'ylasam biraz bizde vatanda bunda bir saqlangan ekan. Lekin bolalar da yomon yo'lga kirib qolamiz deb ansirab, ya bunda bo'lib qolamiz deb ansirab nurulga ota-onalar pullarni xashlab pasport bijirtib bir ishlarni qilib va chet elga yo'l solib qo'yadi. Xuddi chet el chiqib ketsa yig'i bosi esil bo'lib ketdigandek. Aşağı bir xil ko'z qarash batdi umum yüzlük chet elga kichik turib bolasini yo'l solgan ota-onalarda. Ular shu ashta sağan, ammo ota-onalar va esil ota-onalardi. Qaragan jamiyatga qiyman bolaning ta'siri yo'qib qolmasin deb ansirab chiqqanga o'xshaydi. Lekin bu qozoni quluqi amiyat to'tdak. U bola yenmey chiqqandan keyin shu ansirga ishlar azroq yuz beribdi-da. Shu vaqtda men endi mush yosh bolalarni qutuldirgan ishqa diqqat qilmasak, bağancamda yosh bolalar ko'payib chiqishi bilan birga biri ta'sir ko'rsatib, chunki bolalarni yeshida o'rikni ko'sa olibdi deb, vatanda olsa miyada qoqli o'tdi-da, ota-ona endi bo'lmagan keyin olib u yoq turg'ay. Bu bak muhim bir masala ekan, mushning bir ko'ngil bo'lib bo'lgan deb shu vaqtdan boshlab oshnasini o'ylab, uni atrofimda bir odamlar fikr yurgizib qildim. Bo'lib ma nachildi yoqi yoshlarning ichidagi har xil ishlar kunib ketish, buzuluş, mundaq ahvollar pek içiniş haqiqatan alsak yüreklerimiz mujuludu. Şunu bilan qarsam iliq kun siz işte resim chiqarib qo'yibsiz. Resimda cho'ngaytib ko'rdim men. Ko'rsam ko'rib bolalarning chiroyida mushishdan bir xo'shallik erishgan hissiyat bormi yo'qmi deb cho'ngaytib birdan tahlil qilib ko'rdim. Ko'rsam men o'sha hissiyatni ko'rganda qildim, garchi resim bo'lsa-mu. Shu endi bu o'ylaganlarimning qanchalik
to'g'riligini siz bilan fikrlashmoqchi ben. Rahmat. Bununla kelgan vaqtida hozirning o'zida jamiyatimizda bizningki yaxshi ishlarimiz bo'lyotidi. Yana bizningki uyqumizni ochmasak bo'lmaydigan taraflarimiz bo'lyotidi. Hozir hamda yoshlarimizning ichida tuyuq yo'lga kirib qolgan ishlar yoki mundaqchi degan vaqtida nima qilarini bilolmay gangrab qilayotgan qarindoshlarimiz buni aytdi. Jiq bo'lmasimi biroz salmoqni egallaydi. Hamda hozir bizningki o bolalarimizningki unchalik bir ishlarni qilish hamda bizningki mas'uliyatimiz va majburiyatimiz deb o'ylayman. Hamda nuqul holatda menlam emas, atrofimizda ba'zi qarindoshlarimiz yaxshi bir xizmatlarni qilayotganligini angladik, ko'rdik. Va yana shunga o'xshash o'zi mundaq bir maxfiy holatda o bolalarimizga ko'ngil bo'layotgan ota-onalarmi bor ekan. Mushundaq ota-onalarga rahmatimni bildiraman. Anandan keyin bizningki mushu İstanbuldagi yoshlarimizning ichida yangi nasllar ketadigan bizningki yoshlar nimamiz bor, guruhlar, tashkilotlar deymiz ham. Ularni anglasam, ularni o'rinlashtirib, ularga yotoq o'rinlashtirmoqchi bo'pti. Bu xabarlarni anglab xush bo'ldik. Mush munosabat bilan ularga rahmatimizni bildiraman. Demakki hamda bu xizmatlarni hamda nuqul holatda bir Luqmanjon muallimning qilayotgan ish emas. Demakki bizni qo'llayotgan va boshqalarni qilayotgan bir xizmat. Shunglashqa bunga kelgan chaqda men faqat o'zimizning bir kishilik ta'sirimizni qo'shdik deb o'ylayman. Ham shu qo'sha olgan bo'lsak, nihoyatda yaxshi bir ish qilgan bo'lamiz inshaalloh. Endi Uyg'ur jamiyatidagi bu yoshlarimiz qandaqdir boshqa jamiyat tashqallari va yoki ma'lum bir kishilar tipidan emas. Endi bu bolalarning nihoyatda yuksak bir arzu armonlari, g'oya nishonlari bor ekan. Mushu bulturqi vaqtlarda bir bolalar to'g'riliq mushundaq ba'zi bir xabarlar kelishga boshladi. İstanbulda Uyg'ur bolalarining ichida sal xato yo'lga, tuyuq yo'lga kirib qilayotgan bolalarmi ko'p salmoqni egallabdi. 3-400 kan, 4-500 kan degan gaplarni anglab bayron qildik. Endi shunga o'xshagan Uyg'ur jamiyatida endi navoda bizningki vatanimizda bo'lgan Uyg'ur jamiyatiga selishtirsakmi yoki bo'lmasa mush turklarningki o'zininki vatanida yashayotgan turk jamiyatiga selishtirsakmi yoshlarning ichida tuyuq yo'lga kirib qilayotgan o'zining millatidan bo'lgan nurg'un yoshlar bor. Bu birliqi favqulodda bir cho'chib ketgidek alohida ahvol emas. Endi hozirning o'zida yoshlarimizni endi qandaq vaqtida ilhomlantirib, shularning qiziqadigan bir kasblarni o'rgatalaymiz. Shularga bir ilhom baxsh so'zini qilish orqali shularga yosh vaqtida bir egilik tiklash ro'yini singdiralaymiz deganni asos maqsad qilingan. Endi hozirning o'zida yoshlarimizning birinchidan ota-onasi va vatan bilan aloqasi uzilib ketgan bo'lg'achqa bular iqtisodiy jihatdan nihoyatda bek ig'ir ahvolda qilayotgan bir ishlar bor. Shunda bo'lgandan keyin bu yoshlarimizning kallasi qaytayotgan bir ahvolda. Ya'ni nima ish qilishim kerak, va kelgusi nima ish qilsam bo'lar, zodi men nima ishlarni qila olaman deb. Ammo lekin İstanbulda hamma narsa bo'lsa-mu, ammo mehr muhabbat nihoyatda azroq ekanimda ba'zida. Shunda bo'lgandan keyin bargiz buni boshqacha bir tushuntirmoqchi emasman. Endi shunda bo'lgan vaqtida Uyg'ur yoshlarimizning ichida biz paranglashib beqish jarayonlarida nihoyatda cho'ng orzular bor ekan, cho'ng bir g'oyalar bor ekan. Ammo lekin bu qarindoshlarimiz nihoyatda yolg'iz qolg'achqa asosan degidek darajada ro'y psixikalik besimlarga uchrabdi va shuningki ta'sirida ba'zida o'zini tashlab etish ahvollari yuz berishga boshlabdi. Unda bo'lgandan keyin biz yosh bolalar bilan ayrim paranglashgan bo'ldik, ko'rishdik, mungdashdik. Shu jarayonda bolalarningki aslida cho'ng ishlarni qilg'isi borligini, hech bo'lmagan vaqtidami o'zininki bir g'oya nishonning borligini, ba'zida jamiyatning ba'zi ishlarga ichindiganligini buni deganmi bo'ldi. Buningdan nihoyatda
ta'sirlandik, ham biz mi ilham aldik. Demek aş cemiyette ma'lum işlerini aşağıdan içinigini cemiyetki mas'ul bo'lganligi. Dal to'g'ri. Shuna bo'lgandan keyin hamda yoshlarimizning ichida bundaq bo'lishi bir olqishlaydigan ish bo'lib ketmasimi garchi. Lekin hamda ota-onasidan ayrilgan, yurtidan ayrilgan, o'zining vatanidan to'liq yiroq bo'lgan bir shaharda aksiz, uksiz, ojiz, singilsiz mushundaq bir holatda qab qilayotgan vaqtidagi bu ro'yi tushkunligini biz amal va to'g'ri bir shaklda tahlil qilib va to'g'ri bir shaklda tunib yetishimiz kerak ekan. Shunga bolalar bilan birinchi qadamda paranglashdik, ko'rishgan bo'ldik. Bolalarningki bularningki yurak so'zlarini anglagan bo'ldik. Haqiqatan u bolalarningki gaplarining ichida o'rinsiz paranglar yo'q. Qig'izi bor ishlar bor, ammo armon uchishliq darmon yo'q. Ba'zilarining pasporti yo'q, ba'zilarininki iqomati yo'q. Shunda qiyinchiliklarga uchraqliq ekan. Ba'zilari maktab kiribdi yoki ba'zilari kiramabdi deganga o'xshash ahvollarda. Unda bo'lgandan keyin jamiyat davomli bundaq davolg'ishda yuraversa, bolalar qiqilib so'qilib, balki de yomon yo'llarga kirib qilishi mumkin. Hamda bolalarningki 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlikda, ham 20 yoshgacha deb turaylik, nihoyatda diqqat qilmas bo'lmaydigan, o'zining hayot chertyojini, hayot yo'lidagi bir chertyojini sizdigan bir davr ekan. Mushundaq vaqtning o'zida bolalarimiz to'g'ri bir yetaklashga uchramasa, go'zal bir mehr muhabbatga, illiq bir mehr muhabbatga erishamagan bo'lsa, bolalarningki tuyuq yo'lga kirib qilish nisbati yuqori ekan. Shunday bo'lgandan keyin bolalarimizningki o'zini akagan bo'ldik, bizning kompyuter sinflarimizningki nimasini ahvolotlarini bayon qilgan bo'ldik. Bolalar bilan paranglish jarayoni shunda aktiv bolalar. Hattoki bolalarning o'zida qo'l ko'tarib men bir gapib boqay fikrim bor degan bolalar bo'ldi desam, bu yig'ilib qo'ymay bo'lsa ish kaptida bir yig'ilishni davom qilsak, yoshlar so'rini bo'lsa, biz yoshlar zot nima ishlarni qila olamiz deb, andan keyin ba'zi qarindoshlarimiz sal qiyinchilik qilib og'rib qolgan bo'lsa, uni uqsaq, undan keyin bularningki zodi nima ish qilg'is bo'lsa, shuni bir qilsak degan umidlarimiz bor. Agar bo'lib qolsa, bizni shunday bir qitim yig'iblam yo'q qilib o'tmay, davomli izdishib tursak deganni deymiz deydi. Dal bizning yuragimizdagi gap shu. Biz sizlardan shuni deyapmiz. Nuqullarda cho'qim o'qiysa deb turolmaymiz. Tamam, nurg'un bolalarimiz bilan paranglashdik. Seni nima ish qilgin bor desam, o'qig'im bor deb javob berdi. O'qig'im bo'lsa o'qimamsanmi desa, ularning o'qish deganga azroq darajada kayfiyat, sharoit bo'lsa bo'ldi ekanda. Shuna yuragimiz etishib qoldi. Oshxonada ishladim, pulimni bermadi. Anadan keyin bir yerga borgandim, aydivatdi, yoki bo'lmay qolib qolsa, azroq nima qilgandim, yoki og'rib qolgandim deb adam bir xil yig'vasidigan gap so'zlar cho'mdi. Bu bir xil muhabbatga erishamagan taraflarini deb berdi. Bu qaraydigan bo'lsak, xuddiliqi sarangi sotquchi qiz deydigan bir hikoyalar bor. Va undan boshqa Abduqodir Domullamninki ashu ayni davrlarda ko'milib yotgan bolalar deymiz. Hamda biz o darajada tasvirlab etmasakmi, ammo lekin jamiyatimizda mehr muhabbatdan iborat bu narsani texmo kengaytirilgan chog'da u bolalar bizga muhabbatli quchqini ochadi ekan. Shunda bo'lgan vaqtda bolalarningki aktivligi yuqori, mushundaq bir ishlarni qilgan bo'ldi degan gaplarni qildi. Demak, bolalar eski emas. Bolalarning o'zi tegidan pokiz bolalar. Shunda bo'lgandan keyin bolalarningki ba'zilarininki kompyuter kasbi qiziqdi ekan, ba'zilari yog'ochchilik, tumirchilik kasblari qiziqdi ekan maslanga. Ba'zilari mashina qilib boqay degandim deydi ekan, ba'zilari nima ish qilishni bilmadim deydiganlar bo'ldi ekan maslanga. Unda bo'lgandan keyin tamam biz qila olamiz bu ishlarni. Ammo lekin sizlar g'ayrat qilinglar degan yerdan chiqinglar. Ba'zilar tishini qatdim degan bo'ldi, ba'zilar futbolchi bo'latdim deganlar bo'ldi. Unda bo'ladi mushlarning hammaning imkoniyatimizdan berish qilsak qanday qaraysizlar? Agar bo'pli qolib qolsa, imkoniyat bo'lsa biz hargiz yetib olmaymiz. Har vaqt g'ayrat qilamiz deganlar bo'ldi. Hattoki ota-onasidan boshlab kelgan bolalar bo'ldi. Men bunda qilay degandim, dadamga bir gap qilib qo'ygan bo'lsangiz debchi. Shuning bilan qaraydigan bo'lsak, ota-onalarningki fikirdan bolalarning o'tkir. Shuna bo'lgandan keyin ota-onalarning ba'zilarida ash o'ziningki ideyasi qanday bo'lishini qat'iy nazar ideyani tangdigan ishlar ig'ir.
Elbette. Unda bo'lgandan keyin sen munda qilasan, munda qilmaysan degan keyin u bolalarningki ba'zi bir orzu armonlarini o'yin tomosha yoki baka bir ish degandek chetqa qilib o'tib oxirida yaxshi adam qildim degan maqsadda maysida yulib o'stirgandek 4 kundan bolalarni ro'yi jihatin tushkunlik qoldiradigan hattoki mushundoq bir holatda turib ota-onasidan uy ayirib chiqib ketgan bolalar bor ekan. Bu yerdagi masala. Unda bo'lsa bu bolalar bek eskimi deganda bolalar bilan paranglish jarayonida shunday yaxshi fikrlari. Sen shunday qilsang olmamdi, shu dadam qo'yimiz qanday qilma. Dadam bilan biz ko'rishaylamisa. Nimishqa bo'lmoqdak. Deb hattoki ba'zi ota-onalar ayrim ko'rishdik. Haqiqatan ikkisi ikki dunyolik odamlar bilan, dada bilan, ona bilan, bola. Ay bu bo'lmaydi deb o'ziniki nimasini tanadigan. Ma ishida ma o'qishni o'qisin. Endi maniki qilsin, anadagi mani qilsin deb. Sizlar deganlardek bo'lamdi ishlar. Endi biz dadasi bo'lgandan keyin qo'ysizlar, dadasi degan gapni. Men jamiyatda tushansizlar. Biz balani talaqchi kesin demedik. Sizlar mush ideya bilan ma'sul balani chekindirib o'tishlari mumkin. Deb ba'zida chaqchaq o'rnida deyishib, ba'zi narsani qildik. Keyingi pushaymon o'zanga dushman deydi. Shunlashqa balalarni o'zimiz bek o'z ot kasbi, ota orzusi bo'yicha bo'lsa bek chiroyli bo'ladi. Ammo shunda bo'lsa-mu g'ayrat qilaylik. Masalanga desak shaxsan men bir umr dadamning orzusini, umidini oqlayolmadim deb o'ylayman o'zim. Nimishqa degan chaqda shu meni tug'ilgandan boshlab o'zimni bilsam-mu bir tibib doktor qilish orzusi bor ekan shunda. Mening bu ismimmi hamda shu tibobatdan kelgan bir ismlamda. Shuning bilan haqiqatan men tibobat kasbida oz to'la shug'ullangan va yoki o'rganganmi bo'ldim shu jarayonlarda. Ama faqat qiziqmayman-da boshqa. Vavanchini taraqshitib o'tirman, ammo bu bir go'zal kasb. Ama qiziq bo'lsa amal yo'q. Ajinda qilib oxir tibib bo'lmadim men. Yani o'zingiz yaxshi ko'rishni qilyapsiz. O'zim yaxshi ko'radigan bir ishni qildim. Qilishningiz bir-biridan go'zal. To'g'ri. Endi hozirning o'zida masalan dadamning meni o'qituvchi qilish orzusi bo'lgan bo'lsa, endi men ismimni muallim deb qo'yib qo'ysam-ku. Men ya o'zim tibobatni tanlab ma'lum bir kasbni shuni yaxshi ko'rib qilishim mumkin. Shunda bo'lgandan keyin meningki bu hozirgi ma'rif xizmatlarimni qo'llamaydi emas, yurikidan qo'llaydi. Lekin ammo bu yerda qo'llagan bo'lsa-mu, bir shunday yaxshi bir tibib bo'lib ketgan bo'lsa, shu deb hamda. To'g'ri. Har vaqt uydamda kitob o'qishni dadamni yaxshi ko'rdi. Dadam kitob o'qiydi, ammo to'xtamay tibobat kitib o'qiydi-da. Qanchalik qarasa kitobni bir qitim tugitib bo'lsa, oxiridan yana 5ni boshlab o'qiydi. Voy biz zerikmamdi. Boshqa kitoblar bor bo'lsa, roman kitoblar u buni yaqamda ma'u deb shunday o'zi qiziqadigan bir ishni meningmi qilishimni orzu qilgandi. Lekin inshaalloh hamda nimalar bo'lmasin, hamda tibib bo'lmasaqmi o'zimiz hamda ozg'ina kichkina ishlar bilan shug'ullanib turyapmiz. Ammo hurmat qilaman bu kasbni. Ammo lekin qinimda yo'q o'xshaydi. Shundoq bo'lgankin, bolalarning ichida shunday bolalar bo'lishi tabiiy. Shunday bo'lganda ota-onalarningki to'xtamay yoki ma'lum darajada o'zining xiyoli yaxshi ko'rgan narsa yetaklamay, bolaning yaxshi ko'rishini qo'yib berish kerak. Hozirning o'zida bizning davrimizda undaqdi degan gaplarni qildi. O davr ketdi. O davr shu davr. Hozirgi davr navbatdagi davr. To'g'ri. Shunlashqa qimmat qarshimizda, o'zimizningki qimmat qarshimizni tangmay bolalarga. Agarda dinimizga xilof bo'lmasa, dinimizda cheklangan bir ish bo'lmagan bo'lsa, buningda har qanday bir ahvol ostida mayli nima kasbni qilg'isi bo'lsa, bolalarni qilib qo'ysak, shu kasb orqali Uyg'ur millatining taraqqiyoti, dinning taraqqiyotiga to'p qo'shish mumkin bolalar. Shu orqali. Shunlashqa ota-onalarning ba'zi yakkaga vaqtida shunday aktivlik bilan moslashishni bek talab qilamiz. Hozir yaxshi bo'lib ketdi, ota-onalar aktiv. Bizda mu aktiv ba'zida. Bu ona tilga tutgan pozitsiyasi bek yaxshi, Alloh razı olsun deymiz. Nasihat qilsa tixa odamga nasihat qilgandek bo'lib qolib olgan. Ba'zi nasihat qilyapsam, nasihat ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lib qoldi. Bu to'g'ri. Ota-onasi yo'q bolalarniki o'zi. Bularda hamda har tarafdan mehr muhabbatga bo'lgan ehtiyoji tufaylidan
şunun bilan ba'zi nimish qilishni bilmay gangrab qilayotgan ahvol bor. Hargiz ba'zi bir suhbatlashishga o'xshash bundaq bak ig'ir darajada buzilib ketgan ahvol yo'q. Bilmaymiz, bilmaymiz, topolmaymiz, men taklif qilishni o'ylayman. O'qish desak, endi o'qish degan bir yaxshi ish bo'lsa, qanday o'qishni bilish u bir ayrim hunar. Ularni tanıydı ekanmiz endi qo'limizga kelgan qilyapmiz qizlarga. Biz bolalarniki o'zida bor bo'lgan iqtidorini qidirib tekshirish uchun tirishishimiz kerak ekan.